ۋەتەندىن كەلگەن ئۇچۇرلار. Turpan şəhəri virus bahanəsi bilan qamal qilinganligi ma'lum. 13 dekabr Uyg'ur axbارات mərkəziga kelgan uçurda bildirilishicha, 13 числа Turpan shahri savdo bozorida 3 kishidan virus bayqaldi degan bahona bilan Turpan viloyatida sirtqa chiqish cheklangan. Uydagilar sirtqa chiqolmay, sirtda ish bajarayotganlar uylariga qaytamagan. Qanchalik davomlashadiganligi aniq emas ekan. Uyg'urlar ündidarga cho'qim o'lchamlik rasm va rasmiy uchurlarni chiqarishi shart ekan. 13 dekabr Uyg'ur axborot markaziga vatandin kelgan manbadan ma'lum bo'lishicha, Turpan shahrining qamal qilinishi bilan Xitoy hukumatı buyruq tushirib, kishilardan ündidarga rasmiy uchur va o'lchamlik rasm chiqarishni talab qilgan. Rasm cho'qim tegi oq, yalangbosh tushgan rasm bo'lishi kerak ekan. Talab qilingan uchurlar to'liq ism familiyasi, kasbi, jinsi, yeshi, siyosiy qiyofati, telefon nomeri, banka hisobot nomeri, kimlik nomeri, kimlikdagi adresi, ta'minot topshirib oladigan adres, tavsiya qiluvchining aloqa nomeri qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Xitoy hukumatı bu uchurlarni virus sababidan bo'lgan qamal jarayonida kishilarni kerakli yordam bilan ta'minlash bahonasida talab qilgan bo'lsa-mu, ta'minot miqdori 181 yuan ekan. Erleri ve balçaqları lagerlarga elib ketilganligi sababli ba'zi yashangan va Xitoychani yaxshi bilmaydigan Uyg'urlar bu uchurlarni ta'minlab berishda qiyinchilik tortgan va yordamga erishamagan. Virus bahonasida Uyg'urlarga dori ichkizish davom qilmoqda ekan. 15 dekabr Uyg'ur axborot markaziga vatandagi manbadan kelgan uchurga asoslanganda virus bahonasida Uyg'urlarga attiganda bir qatim va tushdan keyin bir qatim dori tarqatgan. Attiganda berdig'ini Xitoy tibobat dorisi, tushdan keyin berdig'ini oq tabletka dori bo'lib, ularning qanday dori ekanligi haqida tushuncha berilmagan. Nazorat qattiq bo'lib, bino uylarning eshiklariga pechat o'rilgan. Urumchidagi majburiy emgak lagerlarining ba'zilari oshkorlangan. 14 dekabr Uyg'ur axborot markaziga vatandagi manbadan kelgan uchurga asoslanganda, Urumchidagi majburiy emgak lagerlarining birining o'rni Badavanda bo'lib, maxsus oyoq tikilgan. Lagerda ishlayotganlarning ba'zilari haftada bir qatim uy bilan aloqalashsa yoki qaytmoqchi bo'lsa, ahvoli qarab ruxsat berildiganligi ma'lum. Bu taqalganligi jazmlashtirilgan lager bo'lib, darvoza sirtiga hech qanday xat yozilmagan yoki viska esilmagan ekan. Urumchi Shimogo rayonidagi bir lagerning sirtiga Shimogo rayonlik texnik maktabi deb yozilgan bo'lib, amaliyotda bu bir Uyg'urlarni majburiy ishlatayotgan lager ekan. Uyg'urlar ishlayotgan bu emgak lagerlarining taqilishi siyosiy qonun sohasidagilarga uqtirilgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarning kesilib qayerlarga elib ketilganligi yanada maxfiy bo'lib, siyosiy qonun sohasida ishlaydigan Xitoydan boshqa millatlarga davlat maxfiyatligini saqlash kelishimiga imzo qo'yish belgilangan. Urumchida chet el mollarini setish cheklanishga boshlagan. 14 dekabr Uyg'ur axborot markaziga vatandagi manbadan kelgan uchurga asoslanganda, Urumchida chet eldan kirgizilgan yemak-ichmak, turmush buyumlarini sotadigan savdo o'rinlaridagi va joylardagi mollar yig'ishtirilgan va setish o'rinlari tuyuqsiz taqilishga boshlagan. Urumchi Yan'an yo'ldagi asli Shinxua kitobxonasi o'rniga ochilgan Harambog' va Urumchi Davan yo'lga joylashgan Shigo degan bozorlardagi chet el mollari yig'ib etilgan. Xalqaro jinoiy ishlar sudi Uyg'urlar uchirgan irqiy qirg'inchilik uchun yetarli dalil isbot talab qildi. 11 dekabr Qo'g'dug'uchi gazetida Xalqaro jinoiy ishlar sudi Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa uchraganlik talabi uchun yetarli dalil isbot talab qildi nomli maqola e'lon qilindi. Maqolada bildirilishicha, Xalqaro jinoiy ishlar sudi Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa yetarli darajada dalil isbot bo'lishi kerakligini talab qilgan. Maqolada deyilishicha, Xitoyning sotqa berguvchi Sharqiy Turkiston surgundi hukumatı va Sharqiy Turkiston milliy uyg'unish harakati Uyg'urlarning Tojikiston va Kambojadan Xitoyga qaytarib etilishini dalil sifatida ko'rsatgan. Shundaqla Xitoyning Uyg'urlar qarshi irqiy qirg'inchiligi to'g'riliq yetarli dalil isbot sunganligini bildirgan.
ئىگىلىنىشىچە Tojikiston bilan Kamboja xalqaro jinoiy ishlar sudi tarafidan chiqarilgan Rim ahdnomasiga imzo qo'ygan davlatlar ekan. Xalqaro jinoiy ishlar sudining bosh taftish ishxonasi uyg'urlarning arziga qarata inkas bildirdi. CNN torining 15 dekabrdagi xabariga qaraganda, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi sanoqsiz jinoyatlari xalqaro jinoiy ishlar sudiga shikoyat qilingandan keyin mushu oyning 7-kuni jinoiy ishlar sudi bosh taftishi Fatu Benustovaning ishxonasi bayonot e'lon qilib, Xitoyning mazkur jinoiy ishlar mahkamasining ahdnomasiga imzo qo'ymaganligi uchun shikoyatnomaga asosan harakat qilishda shikoyat qilguvchi taraf bo'lgan Xitoy haqida tekshirish elib berishga imkonsiz ekanligini uqtirgan. Qarmoqqa Xitoyni jinoiy ishlar sudiga tortish hozircha imkonsizdek ko'rinsimi, ammo Xitoyning bu mahkamaga shikoyat qilinishi, mahkama ishxonasining inkas qaytarishi va xalqaro matbuotlarda bu haqda g'ulg'ul bo'lishi kishini xushal qiladi. Bu chet eldagi vatanparvar uyg'urlarning Xitoyga qarshi ko'rishining yangi bir bosqichga o'rilganligining ifodasidir. Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishiga qarshi Amerika qonun loyihasi yumshoqlashtirilish urinishi ostida. Katolik xəvərləri agentligi torining 14 dekabrdagi xəbərə qaraganda, Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selishiga qarshi qonun loyihasi Amerika Avam Palatasida sentabr oyida ma'qullikqa erishgandan keyin Amerikadagi bir turkum danglik shirkatlar Amerika Kengash Palatasini nishonlab lobbichilikqa yurish qildi. Xabarda bildirilishicha, tanqidchilar bu lobbichilikqa mazkur qonun loyihasini yumshatib ojizlashtirish, o'rinish yo'lidagi tipirlash deb baho bergan. Uyg'urlar qartilgan majburiy emgakni to'xtatish qonun loyihasi mush yili 22 sentabr 3ga qarshi 406 ma'qullash bilan Amerika Avam Palatasi tarafidan ma'qullangan bo'lib, bu qonun loyihasida Sharqiy Turkistondan import qilingan har qanday tovar majburiy emgakka chetishlik deb qaralgan. Amerika senatori Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb atashni tashabbus qildi. Florida kundalik gazetasining 14 dekabrdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Amerika senatori Rexikut Amerika davlat ishlari kotibi Mike Pompeoga maktub yo'llab, kommunist Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmini texmo baq oshkorlashni tashabbus qilgan. Rexikut Pompeo yozgan xatida Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan barliq jinoyatlarni degudak tilga elib o'tgan bo'lib, Trump hukumatining bu vaqtdagi nohaqchiliklarga ovoz chiqarganligi va ba'zi choralarni qo'llanganligini tabriklagan. Shundaqla Pompeoni Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb atashga chaqirgan. Yevropa xalqining Xitoyga bo'lgan ko'z qarashi. Mərkəzi Avropa Asiya Tədqiqat İnstitutu 2020 yılı 12 ayının başında COVID-19 davridagi Avropaning Xitoy haqidagi jamoat fikri nomli doklad e'lon qildi. Mazkur institutning tadqiqotchilari bu dokladni jins, yosh, ma'rif saviyasi qatorliqlarni nazarga olmasdan Yevropadagi Chex, Fransiya, Germaniya, Vengriya, Italiya, Latviya, Polsha, Rossiya, Slovakiya, İspaniya, Şvetsiya va Angliya qatorliq 13 davlat xalqiga qarata oldingi 2 oy jarayonida ray sinash elib berish orqali tayyorlab chiqqan. Doklad 4 cho'ng bo'lakka ayrilib tayyorlangan bo'lib, birinchi bo'lakda mazkur 13 davlat xalqining Xitoy haqidagi ko'z qarashi statistika qilingan. Ikkinchi bo'lakda 13 davlat xalqining Amerika, Rossiya va Xitoy qatorliq 3 davlatdan qaysisini dۇنياۋى kuch deb qaraydiganligi statistika qilingan. Uchinchi bo'lakda Xitoyga qarata tashqi siyosatning qanday bo'lishi kerakligi. To'rtinchi bo'lakda bo'lsa Xitoy virusi to'g'risidagi ko'z qarashlari statistika qilingan. Dokladdan ma'lum bo'lishicha, Xitoyga bo'lgan ko'z qarash jihatda Yevropadagi davlatlarning pozitsiyasi umumiy nuqtadan salbiy bo'lgan. Mazkur 13 davlat orasida Xitoyga bo'lgan ko'z qarashi eng salbiy davlat xalqi tartib bo'yicha Şvetsiya, Angliya, Fransiya, Germaniya, Chex bo'lib chiqqan. Xitoyga eng aktiv pozitsiyada bo'lgan davlat xalqi bo'lsa, tartib bo'yicha Rossiya, Serbiya, Latviya, Polsha, Italiya bo'lib chiqqan.
Dokladda 13 davlat xalqining yaqinqi 3 yilda Xitoyga bo'lgan ko'z qarshining o'zgarishimi statistika qilingan bo'lib, ziyorat qilingan Yevropa xalqlari orasida yaqinqi 3 yilda Xitoyga bo'lgan ko'z qarshi eng yomonlashgan xalq Angliyaliklar bo'lgan. Ziyoratni qabul qilgan 70% Angliyalikning Xitoyga bo'lgan ko'z qarshi yomonlashgan. Arqadan Shvetsiya, Fransiya, Germaniya, İspaniya qatorliqlar kelgan. 3 yil ichida Xitoyga bo'lgan salbiy ko'z qarshi eng tuvan bo'lgan davlat Rossiya bo'lib, ziyoratni qabul qilganlar ichida faqat 15% rossiyaliklar Xitoyga nisbatan salbiy ko'z qarashda bo'lgan. 30% ga yaqin rossiyaliklarning 3 yil jarayonida Xitoyga bo'lgan ijobiy ko'z qarashi oshgan. 3 yil ichida Xitoyni yaxshi ko'rishi eng oshgan davlat Serbiya bo'lgan. Ziyoratni qabul qilgan serbiyaliklarning 65%i 3 yil ichida Xitoyni texmi yaxshi ko'rgan. Xitoy virusi to'g'risidagi ko'z qarash jihatda bir o'zgacha natija chiqqan. U bo'lsa-mu ray sinashga qatnashgan 13 davlat xalqining hammasida Xitoylar shaparan qatorliq yovvoyi hayvonlarni yeganligi uchun Xitoy virusining tarqalishiga sabab bo'ldi degan ko'z qarash umumiy jihatdan ustun o'rinda turgan. Xitoy virusining kelib chiqishi jihatda ray sinashga qatnashgan Shvetsiya xalqi bilan Angliya xalqi orasida Xitoylarning shaparan qatorliq yovvoyi hayvonlarni yeyishi Xitoy virusining tarqalishining eng cho'ng sababi deb qarag'uvchilar eng ko'p bo'lgan. Ray sinashga qatnashganlardan Shvetsiyaliklarning 60% ga yaqini, Angliyaliklarning 50% ga yaqini mushu xil tushunchada bo'lgan. Xitoy virusi Xitoy tajribaxonalarida sun'iy usulda yasab chiqilib, dunyoga Xitoy tarafidan qasddanlik bilan tarqatildi deb qarag'uvchilarning nisbatimi xeyli yuqori bo'lgan. 13 davlatdan mushu tushunchada bo'lg'uvchilarning nisbati 35% atrofida bo'lgan. Hatto mazkur dokladdan ma'lum bo'lganidek, Xitoyga bo'lgan ijobiy ko'z qarashi yuqori bo'lgan Rossiya, Latviya, Serbiya, Italiya qatorliq davlat xalqlaridami Xitoy virusini Xitoy yasab dunyoga tarqatdi deb qaraganlarning nisbati 25% dan ustun bo'lgan. Xitoy bilan savdo qilishga moyillik jihatda tartib bo'yicha Rossiya, Latviya, Serbiya, Italiya va Polsha qatorliq davlatlarning xalqlari eng ijobiy ko'z qarashda bo'lgan bo'lib, ziyorat qilingan 13 davlat xalqi orasida faqat Fransiya bilan Angliya xalqlarining Xitoy bilan savdo qilishga bo'lgan moyilligi 50% dan tuvan bo'lgan. Qolgan 11 davlat xalqining hammasining Xitoy bilan savdo qilish moyilligi 50% dan yuqori bo'lgan. Hatto Rossiya, Latviya, Serbiya qatorliq 3 davlatning Xitoy bilan savdo qilishga bo'lgan moyilligi 70% bilan 80% orasida bo'lgan. Xitoyning Yevropada mablag' selishni eng xohlamagan davlat xalqi Shvetsiya xalqi bo'lib chiqqan. Arqadan Fransiya, Germaniya, Angliya xalqi kelgan. Xitoyning Yevropada mablag' selishni eng qo'llaydigan davlat xalqi Serbiya bo'lgan. Arqadan Rossiya, Latviya va Polsha kelgan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l siyosatiga eng salbiy pozitsiyada bo'lgan Yevropa xalqlari orasida tartib bo'yicha Shvetsiya, Fransiya, Germaniya, Angliya qatorliq davlatlar eng boshda kelgan. Serbiya, Rossiya, Latviya va Italiya qatorliq davlatlar bu jihatda ijobiy pozitsiyada bo'lgan. Xitoyning harbiy kuchini cho'ng bilgichi davlat xalqlari orasida ziyoratni qabul qilgan Serbiya va Rossiya xalqi eng boshda turgan. Xitoyning harbiy kuchini Shvetsiya, Chex, Germaniya qatorliq 3 davlat xalqi hammadan bak mansitmagan. Mazkur doklad uchun ray sinash qatnashgan yuqorqi 13 davlat xalqi orasida Amerika, Rossiya va Xitoydan iborat 3 kuchning qaysisini dunyoviy kuch deb qarash jihatda hech biri Xitoyni eng ustun dunyoviy kuch deb tanımagan. Ayrim holda Serbiya, Rossiya va Latviya xalqi Xitoyni Amerikadan ustun, Rossiyadan tuvan 2-nomerlik dunyoviy kuch deb tanıgan. Ray sinashga qatnashgan Shvetsiya, Angliya va Polsha xalqi Xitoyni Rossiyadan kuchlik, Amerikadan tuvan dunyoviy kuch deb qaragan. Fransiya, Germaniya, Chex, Vengriya qatorliq davlatlarning xalqi Xitoyni yuqorqi 3 dunyoviy kuchning 3-chisi deb qaragan. Amerika,
Rossiya, Yevropa İttifaqı və Xitaydan ibarət 4 күчнең ishonch darajasini baholashda rey sinashga qatnashgan davlatlarning xalqlaridan tartib bo'yicha eng avval Shvetsiya, ondan Polsha, ondan Fransiya, ondan Chex xalqlarining Xitoyga bo'lgan ishonchi aram 5% dan 10% orasida bo'lgan. Rad tartibi bo'yicha Serbiya, Rossiya, Latviya va Vengriya qatorliq davlat xalqlarining boshqa davlat xalqlariga qaraganda Xitoyga ishonishi eng yuqori bo'lgan. Doklad bir turkum realliklarni bizning samimizga soladi. U bo'lsa-mu, yuqorqi 13 davlat xalqi birdek holda Xitoy bilan savdo qilishga nisbatan eng ko'ngilsiz inkas qaytargan. Xitoyning inson haqlarini qanchalik darajada dafsanda qilishi, Uyg'urlarning qanchalik darajada majburiy emgakka silishidan qat'iy nazar, rey sinashga qatnashgan bu 13 davlat xalqi orasida Fransiya bilan Angliya xalqidan boshqa 11 Yevropa davlatining fuqarosining Xitoy bilan savdo qilishni qo'llash istiki 50% dan yuqori bo'lgan. Bugungi dunyo xalqining baxt saodatning ul asosini iqtisod deb qaraydiganligidek reallikmi bu dokladdan ro'shan aks etgan. Xitoyga qarshi salbiy kayfiyati eng yuqori bo'lgan davlatlar Shvetsiya, Angliya, Fransiya va Germaniya bo'lgan. Bu 4 davlat texnologiyadan boshqa tabiiy va ijtimoiy fanlardami dunyoning eng oldida mengayotgan davlatlar bo'lib, buningdan sirt bu 4 davlat xalqining ma'rif saviyasi va ilm ma'rifatni cho'ng bilishi, bilimga mablag' selishi eng oldida turadigan davlatlardir. Buningdan shunday xulosa chiqaramizki, ma'rif saviyasi ustun, ilm ma'rifatga ahamiyat beradigan xalqlarning haq-nahaq qarshi vaqa hodislarga to'g'ri yakun chiqarishi, ilm ma'rifatni hammaning oldiga qo'yishdan mahrum qolgan xalqlarga qaraganda ko'p ustun bo'ladi. Serbiya, Rossiya, Latviya qatorliq davlatlarning haq-nahaq qarshi va to'g'rini xatodan ayirish iqtidori hammamizni ma'yuslantirdi. Biz Uyg'ur xalqi millat sifatida har qachon haq tarafda turishni tanlaymiz. Shuni bilishimiz kerakki, ilm ma'rifatga ahamiyat berishni hammaning oldiga qo'yganimizda millat orasida ma'rifatchilik harakati qo'zg'ab, ilm fan millati bo'lishni nijotligimizning va bosh ko'tarishimizning yadrosi deb tunib, shu bo'yicha harakat qilganimizda ko'plagan qiyinchiliklarimiz tüp yildizidan hal bo'lish bilan birga kelgusida yer yuzidagi kuchli millatlardan bo'lalishimizga umid tug'iladi. Uyg'urni qutqizayli. Abdori Aziz Aysa Elkün. Bütün dünyadaki Uyg'ur tashkilotlari va qo'lidan ish keladigan barliq faoliyatchilar uchun hozir biz hammamiz kuchimizni birlashtirib, o'zaro moslashib, aql va taktiki bilan harakat elib boradigan eng negizlik, ta'xirsiz vazifa bo'lsa, Uyg'ur millatining naslini, uning tili, madaniyati va barliq milliy kimliklarini jon tikib qo'g'dab qelishdir. Uyg'urning vatanida Uyg'ur mavjud bo'lib turalisila, shuningga ishonimizki, Uyg'urning hamma narsasi bor bo'ladi. Shunga biz avval Uyg'urni qutqizayli. Uyg'urni hozirgi tragediyadan qutqizayli. Bugungi dunyo o'tgangi tarixga ishonadigan dunyo emas, balki hozirgi amaliy kuchga ishonadi. Shuni esimizda tutishimiz kerakki, biz hozir yashayotgan davr atom davri emas, balki uchur va raqam davri. Mana shu texnikalik qulayliklar barliq davlatlarga o'z fuqarolarini qattiq boshqarish, diktator davlatlar uchun bo'lsa, o'z hokimiyatiga qarshi chiquvchilarni bostirishning oltin davrini yaratdi. Shu Xitoy hokimiyati o'zining millionlagan begunoh Uyg'ur fuqarolarini jazo lagerlariga va turmalarga so'layotdi. Biz shuni bilishimiz kerakki, biz qaysi bir davlatda yashamayli, bizning har bir kunimiz shu davlatning nazorati ostida o'tadi. Biz bir kunnimi telefonsiz, el xassiz, ijtimoiy taratqularsiz, bank kartasiz, qisqasi uchur texnikasiz, hayotning raqam bilan kontrol qilinadigan barliq maishatlarsiz yashay olmaymiz. Dunyo insonlarni yangi qalb ichida yashashga majbur qildi va qilib bo'ldi. Biz g'arblarda yashayotgan Uyg'urlar bu qalb ichidagi imkoniyatlar bo'yicha erkin yashab turib, vatanimizdagi o'z erkinligidan, insonlik izzatidan mahrum bo'lgan qarindoshlarimizning haqqini talab qilish, ularning hayot bexatarligini xalqaro qonun orqali kapolatga ega qildirish bizning to'xtovsiz fidokorlik ko'rsatib elib boradigan vazifamizdir. Shunga biz mavjud bo'lgan xalqaro qonun tartiblar ramkasi ichida
uning doirasidagi imkonlardan unumli foydalanib harakat qilishimizga to'g'ri keladi. Biz tövəndikidək qıl sığmaydigan haqiqatlarga ishonimizki, hamma odam tug'ilishidan barobar yaratilgandir. Hamma odamga yaratquchi tarafidan hech kim daxl tarz qilolmaydigan hayot kechirish, erkinlik va baxt izlash qatorliq huquqlar berilgan. Bu huquqlarni kapolatga qilish uchun hukumatlar ta'sis qilingan bo'lib, bu hukumatning adil hukmronligi xalqning roziligi orqali barliq kelgan bo'lishi kerak. Har qanday shakldagi hukumat bu maqsadlarni ziyonga uchratgan hamon kishilarning uni o'zgartish yoki og'dirib tashlash, o'zlarining bexatarligi va baxt saodatini bakrak kapolatga yiqilishi mumkin bo'lgan yangi hukumat qurish va bu prinsiplarni shu hukumatning asosiga aylantirish barliq huquqni shu shaklda tashkillash haqqi bor. Biz aql idrok bilan, siyosiy murassa bilan, iqtisod va muarif bilan, yuqori fan texnika imkoniyatlarining vositalari bilan ish qilsak, hech bo'lmaganda Uyg'urning yumshoq kuchi va milliy kimliklarining yo'qolib ketishini astilta olamiz. Texmo jonpidorlik ko'rsatsak, saqlabmi qola olamiz. Shu nuqtadan aytganda, erkinlik degan o'z-o'zimizga mas'ul bo'ladigan irodamizdan iboratdir.